Hoji aka, sizga unaqa qo'ldan olingan motorolni minish yarashmaydi, hoji aka. Siz bunaqangi maslar yangisini minish yarashadi, hoji aka, sizga. Motorolni qarang, hoji aka. Yuklaringizni ham o'zi o'ntarib bersa, hoji aka. Ya, sizga nima kerak, hoji aka? Shuni kelib olasiz, minasiz, hoji aka. O'z bu motorolaringiz qanaqasi bor? Qanaqa turdagisi bor demoqchimisiz? Videoni o'tkazishga shoshilmay, hammasini sizga batafsil ma'lumot berib o'taman. Hoji aka, bu ko'rib turgan motorolaringizda hammasini qishda rollari isiydi ekan, hoji aka. Mana shu rollar qishda qo'llaringizni sovg'atmaslik uchun hammasini mana shu ko'rib turgan barcha motorolaringiz rollari isiydi ekan, hoji aka. Endi nima qilish kerak? Qanaqa komfort kerak? Bunaqa ramadan O'zbekiston bo'yida hech kimda yo'q bunaqa. 10 ga 5 rama. Keyin kuzuplarimiz 220 ga 130 sm balandligi 80 sm bo'ladi. Hoji aka, yana sizga qanaqasi kerak? Bu tarafimizda mana zavod fabrikalarda ichida yurgani mana bez kabina deganlar uchun bir tarafda bor. Bu tarafda ham bor mana. Bu tarafda 150 motorlar. Hoji aka, kabinamiz ham 3 xili bor. Bir xil kabinamiz. Nargi tomondagi yana bir xil kabinamiz. Yo, hoji aka, menga komfort bo'lsin desiz, mana komfort variantda ajoyib bo'lgan tablo, mikrofon, kolonka. Hoji aka, yana sizlarga qanaqa motorol kerak? Va qanaqasini qilaylik yana? Va shuncha motorollar turibdi. Hoji aka, kelsiz-chi. Kelib xohlaganingizni tanlab olsangiz-chi. Maza qilib minmaysizmi, hoji aka? Hoji aka, kasallarga keladigan bo'lsak, mana Andijon viloyati Sharxonda joylashgan joyimiz. Ma'lumot uchun mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Hammalaringizga rahmat.